Men uchun bugungi kun juda ham bir hayajonli, quvonchli va esda qoladigan kun. Kamtarona mehnatimizni yuksak mukofot O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist degan faxriy unvon bilan taqdirlaganingiz men uchun katta baxt bo'ldi va chin yurakdan o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. Ota bolasiga hayitlik bergan edik. Bayram arafasida bu mukofot men uchun katta hayitlik, katta bir sovg'a bo'ldi. Men shu yurtda tug'ilganimdan faxrlanaman. Dunyoni hayratga solayotgan sizni shaxsiy tashabbusingiz bilan O'zbekistonimizda ro'y berayotgan yangiliklar, yangilanishlar, farovonliklar biz san'atkorlarni ruhlantiryapti, ilhomlantiryapti va shiddatli qadam bilan yelkama-yelka birga harakat qilishga undayapti. Shu o'rinda ruxsat bersangiz, Rumiy bobomizni bir satrlarini aytmoqchi edim. Baxtli bo'lish uchun qo'llaringizni ish bilan, qalbingizni muhabbat bilan, ongingizni maqsad bilan, xotirangizni foydali bilimlar bilan, kelajakni umid bilan to'ldiring. Millionlab yoshlarimizni qalblariga umidlar baxshida etyapsiz. Yoshlarimiz dunyoning nufuzli universitetlarda tahsil olyapti. Men yana bir karra o'zim nomimdan va butun umrini san'atga baxshida etgan O'zbekiston xalq artisti Tesha Mo'minov nomlaridan sizga chin yurakdan minnatdorchilik izhor etaman. Rahmat.